Bolaning tomog'iga konfet tiqilib qolib, deyarli fojia yuz berishiga bir vaqt qoldi. Shifokorlarning tezkor harakati sabab bola saqlab qolingan. Mutaxassislar ota-onalarni bolalarga qattiq yoki katta konfet berishda ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Ayniqsa kichik yoshdagi bolalarni ovqatlanayotganida yolg'iz qoldirmang. Bu xabarni yaqinlaringizga ham yuboring, ehtimol kimnidir asrab qoladi. O'rta Chirchiqda zil yuk mashinasi yonib ketdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa vaqtida yuk mashinasi to'satdan alanga olgan. Voqea joyiga yong'in qutqaruv ekipajlari yetib borib, yong'in bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida jabrlanganlar bor yoki yo'qligi hozircha ma'lum emas. Yong'in sabablari aniqlanmoqda. Samarqandda dahshatli holat. Zil haydovchisi qizaloqni bosib ketishiga bir bahya qoldi. Svetoforning qizil chirog'i yonib turganiga qaramay, katta tezlikda kelgan zil yuk mashinasi yo'lni kesib o'tayotgan qizaloqni urib yuborishiga sog' qoldi. Voqeani ko'rgan onaning ahvoli yomonlashgani aytilmoqda. Holat ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayniqsa aholi gavjum va tor ko'chalarda yuk mashinalarining yuqori tezlikda harakatlanishi jiddiy xavf tug'diradi. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida juda og'ir voqea sodir bo'ldi. 4 yoshli bola elektr transformator punkti yaqinida tok urishi oqibatida og'ir jarohat oldi va afsuski 2 qo'lidan ayrildi. Tuman hokimligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hodisa yuzasidan mas'ul ustaga nisbatan tegishli chora ko'rilgan. Jabrlangan bolaning oilasiga esa tuman elektr tarmoqlari korxonasi va hokimlik tomonidan jami 110 million so'mga yaqin kompensatsiya ajratilgan. Bu mablag' og'riqni yengillashtira olmaydi, lekin mas'uliyat masalasi yana bir bor dolzarb ekanini ko'rsatadi. Eng og'iri yo'qotilgan salomatlikni hech qanday pul qaytara olmaydi. Bu voqea barchamiz uchun ogohlantirish. Elektr xavfsizligi masalasida bir soniya ham beparvolik katta fojialarga olib kelishi mumkin. Telefoningiz jiringlasa ehtiyot bo'ling. Bu firibgar bo'lishi mumkin. Bitta qo'ng'iroq va siz nomingizga kredit chiqib keladi. Usul sozidan qo'ng'iroq qilishyaptimi? Ishonishga shoshilmang. O'zbekistonda yangi firibgarlik sxemasi fosh bo'ldi. Suvsoz nomidan qo'ng'iroq qilib, odamlar yotgan firibgarlar ko'paydi. Ular sizdan pasport ma'lumotlarini so'rab, nomingizdan kredit olishmoqda. Hech qachon shaxsiy ma'lumot bermang. Faqat rasmiy manba orqali tekshiring.